Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Qariyalar qo'shimchasi oshgani, avgust oyida kimlar pensiyasiga yoki ijtimoiy to'lovga qo'shimcha 1 million so'mgacha pul olishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, qarindoshlariga, uyida keksa ota-onasi bor har bir oilaga tegishli. Chunki ko'p odamlar pul tayinlanganini bilmay qoladi. Hujjat topshirmaydi yoki birgina xato sababli bir necha oy davomida qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'ladi. Men bu videoda masalani oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgardi? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar bemalol kutishi mumkin? Qaysi holatlarda qo'shimcha pul avtomatik tushadi? Qaysi holatda esa albatta murojaat qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xatolar aynan hujjat, yashash manzili, bank kartasi va nogironlik yoki parvarish holati bilan bog'liq joylarda chiqadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar bir oilaning byudjetiga sezilarli ta'sir qiladi. Avvalo, qariyalar qo'shimchasi deganda nimani tushunish kerakligini aniqlab olaylik. Odamlar orasida bu ibora turlicha ishlatiladi. Kimdir pensiyaga qo'shiladigan ustamani nazarda tutadi. Kimdir yoshi katta fuqarolarga beriladigan ijtimoiy yordamni aytadi. Yana kimdir parvarishga muhtoj keksalar uchun ajratiladigan qo'shimcha mablag'ni shunday ataydi. Amalda esa har bir to'lovning o'z mezoni bor. Yosh, pensiya turi, mehnat staji, nogironlik guruhi, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, yolg'iz yashash holati, parvarishga muhtojlik, kam ta'minlanganlik va boshqa shartlar alohida tekshiriladi. Oldin ko'p holatlarda odamlar qo'shimcha to'lov olish uchun alohida borib ariza yozishi, mahalla orqali ma'lumotnoma yig'ishi, tibbiy xulosa olib kelishi, bank rekvizitini taqdim etish kerak edi. Ayrim pensionerlar esa mening pensiyam o'zi kelib turibdi, demak qo'shimcham avtomatik tushadi deb o'ylardi. Lekin har doim ham bunday emas. Pensiya miqdorini indeksatsiya qilish boshqa narsa. Alohida ijtimoiy qo'shimcha tayinlash boshqa narsa. Indeksatsiya hamma tegishli pensionerlarga tizim orqali qo'shilishi mumkin. Ammo parvarish, yolg'iz keksalik, nogironlik, kam ta'minlanganlik kabi asoslar ko'pincha alohida tasdiqlovchi hujjat talab qiladi. Hozirgi o'zgarishning asosiy mazmuni shundan iboratki, avgust oyida ayrim toifadagi keksalar va pensiya oluvchilar uchun qo'shimcha to'lovlar oshirilishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Odamlar hamma 20 million so'm oladimi deb so'rayapti. Men bu yerda juda aniq aytaman. Hamma pensioner avtomatik tarzda aynan 20 million so'm qo'shimcha oladi deb tushunish xato. 20 million so'm atrofidagi summa ayrim toifalarda bir martalik qayta hisob, bir necha oylik farq. Maxsus ustama yoki qo'shimcha yordam sifatida chiqishi mumkin. Shuning uchun asosiy savol, men pensionerman, olamanmi emas? Men qaysi toifaga kiraman va mening hujjatlarim tizimda to'g'ri turibdimi bo'lishi kerak. Avvalgi tartibda ko'pchilik pensionerlar faqat asosiy pensiyasini olardi. Masalan, odam yoshga doir pensiyaga chiqqan bo'lsa, uning pensiyasi ish staji, ish haqi ko'rsatkichlari va qonundagi minimal chegaralarga qarab hisoblanardi. Agar keyinchalik pensiyalar oshirilsa, umumiy foiz bo'yicha pensiya ham oshardi. Lekin bu oddiy oshirish edi, maxsus qariyalar qo'shimchasi emas. Endi esa e'tibor ayrim himoyaga muhtoj guruhlarga kuchaymoqda. Masalan, yoshi juda katta bo'lgan, yolg'iz yashaydigan, parvarishga muhtoj, nogironligi bor, daromadi eng zarur xarajatlarni qoplamaydigan yoki ijtimoiy reyestrga kiritilgan keksalar bo'yicha qo'shimcha qo'llab-quvvatlash mexanizmlari ishlaydi. Bunday holatda pul miqdori oddiy pensiya oshishidan ko'proq bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda maqsad faqat pensiyani indeksatsiya qilish emas, balki keksaning oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov, parvarish va kundalik ehtiyojlarini qisman qoplashdir. Misol uchun, bir pensioner 1 million 200 ming so'm pensiya olsa va umumiy oshirish bo'lsa, uning pensiyasi ma'lum foizga ko'payadi. Lekin boshqa bir pensioner taqdimsi yoshdan oshgan, yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa hududda, o'zi esa doimiy dori ichadi va parvarishga muhtoj. Ikkinchi holatda davlat qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki ustama orqali ko'proq yordam berishi mumkin. Shu sababli ikkala odam ham pensioner bo'lsa-da, ularning avgustdagi tushumi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Birinchi navbatda yoshi katta, ayniqsa huquq yosh va undan yuqori bo'lgan pensionerlar o'z holatini tekshirtirishi kerak. Chunki ayrim qo'shimcha to'lovlar yosh chegarasi bilan bog'lanadi. Masalan, odam 19 yoshda bo'lsa, bir tartib ishlaydi.
8 yoshga to'lgandan keyin esa boshqa ustama yoki parvarish bilan bog'liq imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari va pensiya bazasidagi yozuvlar to'g'ri bo'lishi juda muhim. Ikkinchi guruh, yolg'iz yashaydigan keksalar. Yolg'iz yashayman degan gap faqat odamning o'zi aytishi bilan tasdiqlanmaydi. Bunda mahalla, yashash manzili, ro'yxatda turgan shaxslar, oila a'zolari, haqiqatda birga yashovchilar, farzandlar tomonidan ko'rsatilayotgan yordam kabi holatlar tekshirilishi mumkin. Ba'zan keksa ona uyda o'zi yashaydi. Lekin propiskada nevarasi ham turadi. Tizim buni yolg'iz emas deb ko'rsatishi mumkin. Shunda qo'shimcha to'lov kechikadi yoki rad qilinadi. Bunday vaziyatda hujjatlarni aniqlashtirish kerak bo'ladi. 3-guruh. Nogironligi bor keksalar. Agar pensionerda nogironlik guruhi bo'lsa, u yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa yoki boshqa to'lov olishi mumkin. Bu to'lovlarning ustama va qo'shimchalari bir-biridan farq qiladi. Masalan, bir odamda 2-guruh nogironlik bor, lekin tibbiy xulosa muddati tugagan. U o'z vaqtida qayta ko'rikdan o'tmasa, ayrim to'lovlar to'xtashi yoki qayta hisobga chiqishi mumkin. Shuning uchun tibbiy hujjatlar muddati juda muhim. 4-guruh kam ta'minlangan oilada yashaydigan keksalar. Agar pensionerning o'zi pensiya olsa ham, oilaning umumiy daromadi past bo'lsa, ayrim ijtimoiy yordamlar mahalla yoki ijtimoiy himoya tizimi orqali ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin odamlar ko'pincha pensiya olsam menga yordam berishmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Pensiya daromad sifatida hisobga olinadi, lekin ehtiyoj darajasi, oiladagi odamlar soni, nogironlar bor yo'qligi, bolalar, kasallik, dori xarajatlari kabi omillar ham ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olsangiz, bank kartangiz faol bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz bo'yicha muammo bo'lmasa, pensiya har oy vaqtida tushayotgan bo'lsa, umumiy pensiya oshirilishi bo'yicha ko'pincha alohida ariza yozishingiz shart bo'lmaydi. Bunday holatda tizim o'zi qayta hisob qilishi mumkin. Lekin men baribir har bir pensionerga avgust oyida tushgan pulni oldingi oy bilan solishtirib ko'rishni maslahat beraman. Masalan, iyul oyida 1 million 700 ming so'm tushgan, avgustda esa 1 million 706 ming so'm tushgan bo'lsa, farq 1 ming so'm. Bu oddiy oshirish bo'lishi mumkin. Ammo siz menga 51 million qo'shimcha tushishi kerak edi deb eshitgan bo'lsangiz, darhol vahima qilmaslik kerak. Avvalo siz aynan qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Agar siz yolg'iz yashamaysiz, parvarishga muhtojlik xulosangiz yo'q, maxsus toifa maqomingiz yo'q bo'lsa, sizga aynan 1 million so'm miqdorida alohida to'lov berilmasligi mumkin. Yana bir misol, 6-7 yoshli pensioner, staji bor. Pensiyasi o'rtacha farzandlari bilan birga yashaydi. Sog'ligi bo'yicha rasmiy nogironlik guruhi yo'q. Bunday odam pensiya oshirilishidan foyda ko'radi, lekin maxsus qariyalar qo'shimchasi bo'yicha katta summa olmasligi mumkin. Aksincha, 4 yoshli yolg'iz ayol pensiyasi minimalga yaqin, doimiy parvarishga ehtiyoji bor, tibbiy xulosasi bor, mahalla tomonidan ehtiyojmand sifatida qayd etilgan bo'lsa, unda qo'shimcha yordam olish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Endi ko'pchilikni qiziqtirayotgan asosiy savol: avgustda kim 20 million so'm oladi? Men buni 3 xil holat orqali tushuntiraman. Birinchi holat bir martalik qo'shimcha to'lov. Ayrim toifadagi keksalarga bayram, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, maxsus dastur yoki mahalliy yordam doirasida bir martalik pul ajratilishi mumkin. Bunda summa aniq toifa bo'yicha belgilanadi. Agar siz o'sha ro'yxatga kirsangiz, pul avgustda tushishi mumkin. Lekin ro'yxatga kirmasangiz, siz pensioner bo'lishingizning o'zi yetarli bo'lmaydi. Ikkinchi holat, bir necha oylik farqni qayta to'lash. Masalan, yangi qo'shimcha to'lov iyundan boshlab hisoblanishi kerak bo'lgan. Lekin amalda hujjat avgustda rasmiylashtirilgan. Shunda iyul va avgust farqi birgalikda tushishi mumkin. Har oy 5 ming so'mdan qo'shimcha hisoblangan bo'lsa, 3 oy uchun 21 million so'm chiqadi. Odamlar buni avgustda 5 million berilyapti deb aytishi mumkin. Lekin aslida bu bitta oyning emas, bir necha oyning jamlangan to'lovi bo'ladi. Uchinchi holat, parvarish yoki maxsus ehtiyoj bo'yicha qo'shimcha. Agar keksa odam doimiy parvarishga muhtoj deb topilgan bo'lsa, unga yoki parvarish qilayotgan shaxsga tegishli tartibda qo'shimcha mablag' ajratilishi mumkin. Bunda ham summa odamning hujjatlari, holat va tasdiqlangan toifa asosida belgilanadi. Eng muhim joyi, men onamga qarayapman degan gapning o'zi yetmaydi. Rasmiy tartibda parvarish holati, tibbiy xulosa, yashash manzili va ariza bo'lishi kerak. Birinchi misol.
Toshkent viloyatida yashaydigan Battazin 2 yoshli otaxon bor. Pensiyasi 1.300.000 so'm. U o'g'lining uyida ro'yxatda, lekin amalda qishloqdagi eski uyda yolg'iz yashaydi. Mahalla uni yolg'iz keksa sifatida biladi. Lekin rasmiy manzilda o'g'li bilan birga ko'rinadi. Agar qo'shimcha to'lov yolg'iz yashovchi keksa sifatida tayinlansa, bu odamda muammo chiqishi mumkin. Sababi tizim yolg'iz yashamaydi deb ko'rsatadi. Bunday holatda avvalo yashash manzili va haqiqatda yashash holatini hujjatlar bilan tartibga keltirish kerak. Ikkinchi misol. Samarqandda 76 yoshli onaxon bor, ikkinchi guruh nogironligi mavjud. U har oy pensiya oladi. Lekin nogironlik hujjatining muddati o'tganini sezmay qolgan. Avgustda qo'shimcha to'lov kutadi, lekin pul tushmaydi. Sababi tizimda nogironlik maqomi faol emas. Bunday vaziyatda tibbiy ijtimoiy ekspertizadan o'tish, xulosani yangilash va pensiya organiga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga ma'lumotni kiritish zarur. Uchinchi misol. Farg'onada bir pensioner ayol 68 yoshda pensiyasi 1.100.000 so'm, eri vafot etgan u qizi bilan yashaydi. U men beva ayolman, demak qo'shimcha olaman deb o'ylaydi. Lekin bevalik holati hamma qo'shimcha to'lovlar uchun avtomatik asos bo'lavermaydi. Agar qo'shimcha to'lov yolg'iz yashash, parvarish yoki maxsus maqom asosida berilayotgan bo'lsa, qizi bilan birga yashashi uning toifasini o'zgartiradi. Shuning uchun har bir yordam turi bo'yicha shart alohida tekshiriladi. 4-misol. Qashqadaryoda kesin 5 yoshli pensioner otaxon bor. U birinchi guruh nogiron, parvarishga muhtoj, o'zi bankka bora olmaydi. Uning pensiyasi kartaga tushadi, lekin karta muddati tugagan. Pul hisoblangan bo'lsa ham foydalanish qiyinlashadi. Ba'zan oila pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida hisob-kitob qilingan, lekin bank kartasi yoki ishonchnoma masalasi hal qilinmagan bo'ladi. Shuning uchun karta muddati, SMS xabarnoma, bank ilovasi, ishonchnoma va pul yetish tartibini oldindan tekshirish kerak. Birinchi nozik jihati, qo'shimcha to'lov har doim ham pensiya kartasiga tushmasligi mumkin. Ayrim yordamlar mahalla, ijtimoiy himoya bo'limi yoki boshqa mexanizm orqali berilishi mumkin. Shuning uchun faqat kartani tekshirib, menga berilmadi deb xulosa qilishga shoshilmang. Qaysi tashkilot orqali to'lanishini aniqlash kerak. Ikkinchi nozik jihat, ro'yxatga kirish va pul tushishi o'rtasida vaqt bo'lishi mumkin. Masalan, siz ariza topshirdingiz, mahalla tekshirdi, ijtimoiy himoya bo'limi ma'lumotni kiritdi, lekin bank to'lov reyestri keyingi oyga chiqdi. Bu holatda pul yo'qolib ketmaydi, lekin kechikishi mumkin. Muhimi, arizangiz qabul qilingan sana va kirim raqamini saqlab qo'ying. Uchinchi nozik jihat, bir odam bir nechta asos bo'yicha pul olishni xohlashi mumkin. Lekin qonunchilikda ayrim to'lovlar bir-birini takrorlamasligi belgilanishi mumkin. Masalan, bitta ehtiyoj uchun ikki xil yordam bir vaqtda berilmasligi mumkin. Shuning uchun qo'shnining ikkita to'lov oldi. Men ham olaman degan taqqoslash har doim to'g'ri emas. Qo'shningizning yoshi, nogironlik guruhi, oilaviy holati, hujjati hududi va ariza sanasi boshqacha bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat. Farzandlar bor keksalar avtomatik ravishda yordamdan chetlatiladi degan fikr ham har doim to'g'ri emas. Farzand bor, lekin u chet elda o'zi ham ta'minlangan, nogiron. Ishsiz yoki ota-onasiga real yordam bera olmaydigan holatlar bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda ijtimoiy organlar holatni alohida ko'rib chiqishi mumkin. Lekin buni og'zaki aytish emas, hujjat va tekshiruv bilan tasdiqlash kerak. 5-nozik jihat. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi ma'lumotlari eskirgan bo'lsa, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana yoki JSHI raqamida xato bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Ayniqsa eski pasportdan ID kartaga o'tgan, manzilini o'zgartirgan, turmush o'rtog'i vafotidan keyin hujjatlarni yangilamagan odamlar buni tekshirtirib qo'yishi kerak. Endi men aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam. Avgust oyida tushgan pensiya yoki nafaqa miqdorini iyul oyi bilan solishtiring. Farq qancha bo'lganini yozib qo'ying. Agar pul kartaga tushsa, bank ilovasidan yoki bankomat ko'chirma oling. Agar naqd olsangiz, to'lov vedomosti yoki pochta orqali olingan ma'lumotni saqlang. Ikkinchi qadam, o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Yoshingiz nechada? Yolg'iz yashaysizmi? Nogironlik guruhingiz bormi? Parvarishga muhtojlik xulosangiz bormi? Kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda turasizmi? Urush yoki mehnat faxriysi maqomingiz bormi? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olasizmi? Har bir savolga aniq javob yozib chiqing. Uchinchi qadam, mahallaga boring yoki telefon orqali bog'laning. Men qariyalar uchun qo'shimcha to'lov yoki avgust oyidagi qayta hisob bo'yicha ro'yxatda bormanmi deb so'rang.
Agar ro'yxatda bo'lmasangiz, qaysi hujjat yetishmayotganini aniqlang. Mahalladan faqat umumiy gap emas, aniq javob so'rang. Qaysi asos bo'yicha, qaysi hujjat kerak, qayerga topshirish kerak, ariza qachon ko'rib chiqiladi. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. U yerda menga qo'shimcha to'lov tegishlimi, pensiyam qayta hisoblanganmi, avgust oyida qanday farq bo'lishi kerak deb so'rash kerak. Murojaat qilganda pasport yoki ID karta pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi rekviziti, nogironlik xulosasi, tibbiy ma'lumotnoma, mahalla dalolatnomasi, oila tarkibi haqida ma'lumot, ishonchnoma kabi hujjatlarni olib boring. 5-qadam. Agar keksa odam o'zi bora olmasa, farzandi yoki qarindoshi rasmiy ishonchnoma bilan ish yuritsin. Ko'p oilalarda eng katta muammo shunda, ona yoki ota yura olmaydi. Farzand boradi, lekin qo'lida vakolat hujjati bo'lmaydi. Natijada tashkilot to'liq ma'lumot bermaydi yoki arizani qabul qilmaydi. Ishonchnoma notarial tartibda yoki qonunda belgilangan boshqa tartibda rasmiylashtirilishi mumkin. Qaysi shakl kerakligini oldindan so'rab olish foydali. 6-qadam. Ariza topshirsangiz, albatta qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Hujjatni qoldirib keting degan gap bilan cheklanib qolmang. Arizaning sanasi, kim qabul qilgani, qaysi bo'limga yuborilgani. Ko'rib chiqish muddati sizda yozib turishi kerak. Keyin pul tushmasa, aynan shu ma'lumot asosida qayta so'raysiz. 7-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi? Telefon raqamingiz kartaga ulanganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta egasi ma'lumotlari pensionerning hujjatlariga mosmi? Ayrim hollarda pul hisoblangan bo'ladi, lekin karta muammosi sababli odam foydalana olmaydi. Agar pensioner yoshi katta bo'lsa, ishonchli qarindosh bilan bankka borib, kartani yangilash, qo'shimcha karta yoki ishonchnoma masalasini hal qilish kerak. 8-qadam. Rad javob bo'lsa, sababini yozma ko'rinishda so'rang. Og'zaki sizga tushmaydi degan javob yetarli emas. Nega tushmaydi? Yosh mos emasmi? Ro'yxatda boshqa odamlar bormi? Nogironlik hujjati muddati tugaganmi? Daromad chegaradan oshganmi? Ariza kech topshirilganmi? Sababini bilsangiz, tuzatish yo'lini topasiz. Sababini bilmasangiz, bir joydan ikkinchi joyga yuraverasiz. Birinchi xato mish-mishga ishonish. Hamma pensionerga ikkada 1 million berarkan degan gapni eshitib, odamlar kutadi. Keyin pul tushmasa hafsalasi pir bo'ladi. Aslida to'lov hamma uchun emas, aniq shartlar bo'yicha bo'lishi mumkin. Men har doim aytaman, qo'shning puli sizning huquqingizni avtomatik belgilamaydi. Sizning hujjatingiz va toifangiz belgilaydi. Ikkinchi xato eski hujjatlar bilan yurish. Nogironlik xulosasi, tibbiy ma'lumotnoma, yashash manzili, pasport ma'lumoti, bank rekviziti yangilanmagan bo'lsa, to'lov tizimida to'xtab qolishi mumkin. Odam men 10 yildan beri shu holatdaman deydi. Lekin tizim bugungi kundagi faol hujjatni ko'radi. 3-xato ariza bermaslik. Ayrim to'lovlar avtomatik bo'lishi mumkin, lekin hammasi emas. Ayniqsa yolg'iz yashash, parvarish, ehtiyojmandlik kabi holatlarda ariza va tekshiruv talab qilinishi mumkin. Davlat o'zi biladi deb kutish ko'p hollarda vaqt yo'qotishga olib keladi. 4-xato farzandlar masalani kechiktiradi. Keksa ota-ona telefon qila olmaydi, hujjat yig'a olmaydi, tashkilotga bora olmaydi. Farzandlar esa keyingi hafta boraman deb yuradi. Bir oy kechikish ba'zan bir oylik qo'shimcha to'lovning kechikishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun avgustdagi masalani avgustning o'zida tekshirish kerak. 5-xato pul tushganini noto'g'ri talqin qilish. Masalan, kartaga 20 million so'm tushdi. Odam bu yangi oylik qo'shimcha ekan deb o'ylaydi va keyingi oy ham shuncha kutadi. Lekin bu bir martalik yoki bir necha oylik farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'lovning nomini va davrini aniqlang. Bu qaysi oylar uchun? Doimiymi yoki bir martalikmi? Keyingi oy qancha tushadi? Men har bir oilaga quyidagi tekshiruvni tavsiya qilaman. Pensionerning yoshi va tug'ilgan sanasi tizimda to'g'ri ko'rsatilganmi? Pensiya turi qanday? Yoshga doir nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki ijtimoiy nafaqa. Oxirgi oyda pensiya miqdori qancha edi? Avgustda qancha bo'ldi? Qo'shimcha summa alohida ko'rinadimi yoki umumiy pensiyaga qo'shilib tushdimi? Mahalla ro'yxati ehtiyojmand. Yolg'iz keksa yoki parvarishga muhtoj sifatida qayd etilganmi? Nogironlik yoki tibbiy xulosa muddati o'tmaganmi? Bank kartasi faolmi? Agar shu savollarga javob topsangiz, vaziyatning kakont foizi oydinlashadi. Keyin qolgan igin foiz aniq tashkilot orqali hal qilinadi. Men tajribamda ko'p ko'rganman. Odamlar katta muammo deb o'ylagan narsa ba'zan oddiy karta muddati tugagani bo'lib chiqadi.
yoki aksincha odam hammasi joyida deb yuradi. Aslida nogironlik xulosasi tizimga kiritilmagan bo'ladi. Shu sababli tekshiruvni taxmin bilan emas, hujjat bilan qiling. Agar siz qo'shimcha to'lovga haqli deb hisoblasangiz, lekin avgustda pul tushmagan bo'lsa, birinchi navbatda bankdan hisob ko'chirmasini oling. Keyin mahalla va pensiya organiga murojaat qiling. Menga pul tushmadi deb emas, mening to'yfam bo'yicha qo'shimcha to'lov tayinlanganmi? Tayinlangan bo'lsa qaysi sanada va qaysi reyestrda? Tayinlanmagan bo'lsa sababi nima deb so'rang. Savol aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. Agar xatolik aniqlansa, uni tuzatish uchun yozma ariza bering. Arizada pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni va talabingizni ko'rsating. Masalan, avgust oyida qariyalar uchun qo'shimcha to'lov yoki qayta hisob bo'yicha huquqimni tekshirishingizni agar asos mavjud bo'lsa, to'lovni hisoblab berishingizni so'rayman. Hujjat nusxalarini ilova qiling. Arizaning bir nusxasi yoki qabul qilinganligi haqidagi tasdiq sizda bo'lsin. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki rasmiy murojaat portallari orqali murojaat qilish mumkin. Lekin men maslahat beraman, avval pastki bo'g'inda sababni aniqlang. Chunki ba'zan rad javobi qonuniy bo'ladi. Ba'zan esa oddiy texnik xato bo'ladi. Texnik xatoni joyida tezroq tuzatish mumkin. Demak, avgust oyida 20 million so'mgacha qo'shimcha pul masalasi hamma pensionerga bir xil qo'llanadigan oddiy qoida emas. Bu summa ayrim toifalarda bir martalik yordam, bir necha oylik qayta hisob yoki maxsus qo'shimcha sifatida paydo bo'lishi mumkin. Eng muhim narsa yoshingiz, maqomingiz, hujjatlaringiz, yashash holatingiz, nogironlik yoki parvarish xulosangiz va bank ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangizning yoki o'zingizning pensiya tushumlaringizni tekshiring. Iyul va avgust oylarini solishtiring. Moliya yoki pensiya bo'limidan aniq ma'lumot oling. Agar hujjat yetishmasa, vaqtni cho'zmang. Bir kunlik e'tibor ba'zan bir necha oylik qo'shimcha pulni saqlab qoladi. Sizning hududingizda avgust oyida pensiya yoki qo'shimcha to'lov oshdimi? Kimlarga pul tushdi, kimlarda kechikdi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bunday muhim ijtimoiy va moliyaviy masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman.